Assalomu alaykum aziz obunachilar. Barchaga mashina kilometraj qiziq bo'ladi. Ya'ni 4 ta mashina kilometraj bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, Malibu avtomobili 100 ming so'm pulga bemalol 300 kilometr. Tracker avtomobili 230 ming so'm pulga, ya'ni propanda bemalol 450-500 kilometr yurishi mumkin. Endi 230 ming so'm pul bilan Gentra legendarniy avtomobilimizda 47 talik balon bilan bemalol 280-350 gacha proyekt berish mumkin. Chunki Gentra xarajati ozgincha katta. Biz haqiqatda aytamiz. Xo'p, bu tomonda legendarniy Cobalt Qashqadaryodan kelgan akamizga ham xuddi shu xizmat kafolati bilan propan uстановка bu ham 230 ming so'mgina pulga bemalol 480-500 kilometr yurib o'tishi mumkin. Ya'ni Malibuga metan, Trekkerga propan, Gentraga propan, bu tomonda legendarniy Cobalt avtomobilimizga ham propan. Qaytarib o'tamiz. Bizga uстановка kelgan vaqtingizda har bir jihoz, ya'ni zapchas qo'lingizga ushlab ko'rsatiladi. Qaysi zapchas kim tomonidan ishlab chiqarilgan, qayerdan kelgani ochiq-oydin aytiladi. Ma'qul kelsa keyin uстановка qilib beramiz. Barcha viloyatga super mega chegirmamiz amal qiladi. Faqatgina siz obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va bu videoni barcha propanda sifatlisini qidirib yurganlarga yuborib qo'ying. Masalan, oddiygina mana orqadagi terma trubkasi. Mana shuni ko'pchilik alyumin qo'yib yuboradi ham, lekin bizda hammasi ishonchli, sifatli bo'lgani uchun terma trubka bilan uстановка qilib beramiz. 24/7 obuna bo'lishni unutmang. Barcha yaqinlarga yuborib qo'ying. Kafolat Belorussiya balonlari 24/7.